O'zbekistonda yangilik. Qadrdonlar baquvvatligini ko'ryapsizlar. Bunimiz termopanel deyiladi. Ko'rib turibsizlar, issiq sovuqni o'tkazmaydi. Ya'ni yozda muzdek bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Tashqi fasad uchun juda ham zo'r, ma'qul bo'ladi qadrdonlar. Ustida esa gibki kamin bo'ladi. Xo'sh, bu termopanellarimiz 1 kvadrati qadrdonlar 70 ming so'mdan boshlanib, bu yog'i 130 ming so'mgacha ekan. Faqat bu sotilishi, agarda uстановка, dostavkasi kerak bo'lsa, alohida kelishilgan narxlarda bo'ladi. Undan tashqari mana bu termotravertin deyiladigan, juda ham baquvvat bo'ladigan qadrdonlar. Mana bunday turib osilsalargan bemalol ko'taradigandan bo'ladi. Bunimiz ham o'sha qalinligi 3 sm, orqasida po'kagi bor, oldida esa o'sha 1 sm travertini bor. Xolasangiz 3D sidan, xolasangiz sillig'idan, xolasangiz bijir-bijiridan, xolasangiz g'ishli variantda ham bor. Bunimiz 1 kvadrati 120 ming so'mdan 130 ming so'mgacha uстановка, dostavkasi alohida bo'ladi. Xo'sh, gibki kaminga keladigan bo'lsak, gibki kaminda sotilishi 1 kvadrati 50 ming so'm, uni ichiga kley, laki hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Agarda yopishtirib berish kerak bo'lsa, 1 kvadrati 30 ming so'mdan 40 ming so'mgacha ekan. Kimga shunaqangi, ya'ni tashqi fasad uchun termotravertin, gibki kamin va termo panel kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bozor va biznes kanalidan chiqdim sizlarga zakoniy bonuslarni qilib berishadi. Undan tashqari mana shu biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsalar, qadrdonlar, ustakalarimizga shogird tushasizlar. 3 kundan 1 haftagacha sizlarni usta qilib qo'yishadi. Ya'ni plus o'rgatib qo'yishadi va sizlarga o'sha o'zlarining territoriyalarida zakazlarni berishadi. Undan tashqari mana bunday karnizlar, tiyagalarni ham akalarimiz sotishyapti ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaversin. Shunaqangi mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bularga 10 yildan 15 yilgacha garantiyasi bor. Tamom.